Aziz farzandim, ba'zida o'zing biron ish bilan band bo'lib, farzandlaring uyda qolishlariga to'g'ri keladi. Shunda katta o'g'lingga tayinla. Men uyda yo'qligimda ukalaring uchun sen bu uyning otasisan. Xo'sh, oiladagi katta erkak, katta aka qanday bo'ladi? Ukalarini uradimi yo yaxshi ko'rib, mehr ko'rsatadimi? Ukalariga esa men yo'g'imda akangni gaplariga quloq sol deb tayinlagan. Uyga qaytganingda esa har ikki tomonni mukofotlagin. Natijada kichiklari kattalariga itoatli, kattalari esa kichiklariga mehr oqibatli bo'lib ulg'ayishadi.